Tuzla. Oralarni ochib. Yana ozgina tuz sep. Qaldanlikka. So. Yo'q, kosasi bilan solasan. Ichida tuz qolmasa, hammasini sep, badaniga surt. Turaversin. Bula yaxshilab lattish qilganda uni ham. Mana aka, bunga surt. Bo'ldi, qaldanlik. Bu no'xat cho'rak qilmoqchi bo'lib turibmiz. Onajon. Tuyatish no'xati. Kelingizlar. Vaqtbek bolam hozir no'xat cho'rak qiladi. Xaladenlik. No'xat cho'rak kechga. Hozir och ovqatingni. Hozir nima ovqat qilding? No'xat cho'rak. Yo'q, hozirgi nima ovqat? Hozir nima ovqat qilyapsan? Galipsan. Birinchi qoshig'ingni ol. Ichidagi go'shtini ko'rsat. Nariyoqqa. Onang biron marta shunday qilib chesaklar solib qilganmi, rayhonlar solib? Qilgan? Bo'ldi, hozir galipsini titib taylayapsan sen. Bo'ladi. Gazni shundaygina miltillatib qo'yadi. Shuni ham ushlay olmading. Uni kerak emas. Rangini, chiroyligini. Mana rayhon. Qancha paytda pishadi endi? Asta. Men nima dedim? Mana aka. Onajon, kompotga keling. Simishga ba'zimi? Bilol qayerda?